Bugun men sizga pensiya masalasida juda muhim ogohlantirishni tushuntirib beraman. Dokuda bir tim evin yurt sonli qonun atrofida tarqalayotgan xabarlar ko'pchilikni xavotirga solmoqda. Kimdir endi pensiyasiz qolarkanmiz. Kimdir ish staji yetmasa bir tiyin ham berilmas ekan deb qo'rqyapti. Bu mavzu nafaqat bugun pensiyaga chiqayotganlarga, balki hozir ishlayotgan, norasmiy daromad olayotgan, chet elda mehnat qilayotgan, uyda bola parvarish qilayotgan va hali yosh bo'lsa ham kelajak pensiyasini o'ylayotgan har bir odamga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval tartib qanday edi? Endi nima o'zgaryapti? Kim xavf guruhida, kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi hujjatlarni hozirdan yig'ish kerak? Kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Men eng avvalo bitta narsani aniq aytaman. Pensiya masalasida eng katta xato odamlarning men bir umr ishladim, davlat o'zi bilib beradi deb o'ylashidir. Amalda esa pensiya avtomatik ravishda faqat yoshga qarab berilmaydi. Pensiya uchun ish staji, sug'urta badallari, rasmiy ish haqi, mehnat daftarchasi, elektron bazadagi yozuvlar va tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim. Avvalgi yillarda ko'pchilikda mehnat daftarchasi asosiy hujjat hisoblangan. Odam korxonada ishlagan, mehnat daftarchasiga yozilgan, keyin pensiya yoshiga yetganda shu yozuvlarga qarab staj hisoblangan. Albatta, unda ham muammolar bor edi. Korxona yopilib ketgan, arxiv topilmagan, yozuv noto'g'ri qo'yilgan, muhr o'chib ketgan, ishga qabul qilish buyrug'i yo'qolgan. Lekin baribir qog'oz hujjat ko'p hollarda odamga yordam bergan. Hozir esa tizim tobora elektronlashmoqda. Davlat odamning rasmiy ishlaganini, daromadidan ijtimoiy soliq yoki tegishli to'lovlar amalga oshirilganini, ish beruvchi hisobot topshirganini elektron ma'lumotlar orqali ko'rishga harakat qiladi. Mana shu joyda eng katta xavf paydo bo'ladi. Agar siz yillar davomida ishlagan bo'lsangiz, lekin ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, maoshingizni konvertda bergan bo'lsa, soliq va sug'urta to'lovlari aks etmagan bo'lsa, ertaga pensiya hisoblashda men ishlaganman degan gapning o'zi yetmasligi mumkin. To'qqiz 1.53 sonli qonun bo'yicha odamlarni qo'rqitayotgan asosiy masala ham shunda. Pensiya huquqi qog'ozdagi umumiy gap bilan emas, aniq tasdiqlangan staj va to'lovlar bilan bog'lanmoqda. Bu degani hamma pensiyasiz qoladi degani emas. Lekin bu degani hujjati yo'q, rasmiy staji yo'q, daromadi yashirilgan, ba'zida ma'lumoti ko'rinmaydigan odamlar juda jiddiy muammoga duch kelishi mumkin. Birinchi guruh norasmiy ishlaganlar. Masalan, Akmal aka 25 yil qurilishda ishlagan. Har kuni ishga chiqqan, uylar qurgan, ustachilik qilgan odamlar uni tanigan. Lekin u hech qachon rasmiy shartnoma qilmagan. Maoshini naqd olgan. Ish beruvchi uning nomidan soliq to'lamagan. Akmal aka 6 yoshga yetganda men 25 yil ishladim dedi. Lekin tizimda uning atiga 6 yil rasmiy staji chiqadi. Chunki faqat bir zavodda ishlagan davri hujjatda bor. Mana shu vaziyatda Akmal aka o'zini haqli ravishda aldangandek his qiladi. Lekin qonun oldida asosiy savol shunday bo'ladi. Bu 25 yil qanday tasdiqlanadi? Ikkinchi guruh, maoshi 2 xil ko'rsatilganlar. Masalan, Dilbar opa maktabgacha ta'lim muassasasida emas, xususiy tikuv sexida ishlagan. Unga oyiga 4 million so'm berilgan, lekin hujjatda 7 million 200 ming so'm ko'rsatilgan. Bugun bu qulay tuyulgan, soliq kam, ish beruvchi mamnun. Ishchi ham baribir pulimni olyapman deb o'ylagan. Lekin pensiya hisoblashda rasmiy daromad muhim bo'lsa, Dilbar opaning kelajakdagi pensiyasi 4 million asosida emas. Hujjatda ko'ringan 1 million 200 ming asosida hisoblanishi mumkin. Natijada u yillar davomida yaxshi mehnat qilgan bo'lsa ham pensiya miqdori past chiqadi. Uchinchi guruh, chet elda ishlaganlar. Masalan, Rustam 12 yil Rossiyada ishlagan, keyin 3 yil Qozog'istonda bo'lgan. U pul yuborgan, oilasini boqqan, uy qurgan. Lekin u yerda mehnat shartnomasi rasmiy bo'lmagan yoki to'lovlar O'zbekiston tizimiga bog'lanmagan. Pensiya yoshiga yaqinlashganda u o'sha yillar stajga kiradimi degan savol bilan keladi. Bu yerda xalqaro shartnomalar, ishlagan mamlakatdagi rasmiy hujjatlar, sug'urta badallari, tarjima qilingan va tasdiqlangan ma'lumotnomalar ahamiyatli bo'ladi. Men chet elda ishladim degan og'zaki gap yetarli bo'lmaydi. 4-guruh yakka tartibda ishlaganlar va o'zi band qilganlar. Bugun ko'p odam taksichilik qiladi, sartaroshlik qiladi, uyda pishiriq qiladi, internet orqali savdo qiladi, ustachilik qiladi.
Agar bu faoliyat rasmiylashtirilsa, tegishli to'lovlar qilinsa, kelajakda staj va pensiya huquqi uchun asos paydo bo'ladi. Agar rasmiylashtirilmasa, odam daromad topayotgan bo'lsa ham, pensiya tizimi uni ishlamagan deb ko'rishi mumkin. Men odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Lekin haqiqat shuki, norasmiy daromad bugun qo'lga ko'proq puldek ko'rinadi. Ertaga esa pensiya huquqida katta yo'qotishga aylanishi mumkin. 5-guruh ayollar, ayniqsa bola parvarishi, uy ishlari, oila sabab mehnat bozoridan vaqtincha chiqib ketgan ayollar. Masalan, Mohira opa 3 nafar farzandni tarbiyalagan, 10 yil uyda bo'lgan. U bu yillarda ishlamagan, lekin oilaga ulkan mehnat qilgan. Qonunchilikda ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Ammo buning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, bola parvarishi, ta'til haqidagi buyruqlar, ish joyidan ma'lumotnomalar va boshqa hujjatlar kerak bo'ladi. Agar hujjatlar to'liq bo'lmasa, men bola boqdim degan haqiqatni isbotlash qiyinlashadi. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz yoki elektron mehnat tarixingiz to'g'ri yuritilgan bo'lsa, ish beruvchi siz uchun hisobot topshirgan bo'lsa, daromadingiz rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, sizning holatingiz ancha xavfsiz. Lekin baribir men xotirjam bo'lib yotavering demayman. Chunki xatolar ham bo'ladi. Ba'zan bir harf noto'g'ri yoziladi, familiya almashadi, korxona nomi eski ko'rinadi, ish davrabozida chiqmaydi. Shu sababli hujjatlarni oldindan tekshirish kerak. Keling, raqamli misol qilamiz. Farhod aka 30 yil ishlagan deb o'ylaydi. Tekshiruvda 12 yil rasmiy staj chiqdi. Qolgan 12 yilning 5 yili bo'yicha korxona arxivi bor. 30 yili bo'yicha ish haqi vedomosti topildi. 4 yili esa umuman tasdiqlanmadi. Natijada u 30 yil emas, 26 yil stajni isbotlashi mumkin. Bu pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Agar u bu ishni pensiyaga chiqishdan 6 oy oldin emas, 5 yil oldin boshlaganida, ehtimol qolgan hujjatlarni ham topgan bo'lardi. Birinchi nozik masala minimal staj. Ko'p odam yoshim yetdi, demak pensiya olaman deb o'ylaydi. Aslida pensiya uchun belgilangan minimal staj masalasi bor. Agar odamda yetarli staj bo'lmasa, u to'liq yoshga doir pensiya emas, boshqa turdagi ijtimoiy yordam yoki nafaqa masalasi bilan yuzlashishi mumkin. Bu miqdor pensiyadan past bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun pensiya yoshiga yetdim degani pensiya miqdori yaxshi bo'ladi degani emas. Ikkinchi nozik masala mehnat daftarchasidagi yozuvlarning sifati. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odamning daftarchasida ishga kirgan sanasi bor, lekin ishdan bo'shagan sanasi yo'q. Yoki muhr bor, lekin korxona nomi o'qilmaydi, yoki buyruq raqami yozilmagan. Yoki lavozim ko'rsatilgan, ammo tashkilot qayta nomlangandan keyingi hujjat yo'q. Bunday kamchiliklar pensiya organida savol tug'diradi. Shuning uchun eski mehnat daftarchasini borku deb chetga tashlab qo'ymang, uni varaqlab. Yozuvlar to'liqmi? Sanalar aniqmi? Muhrlar o'qiladimi? Tekshirib chiqing. 3-nozik masala arxiv. Ko'p eski korxonalar yopilgan, xususiylashtirilgan, boshqa tashkilotga qo'shilgan. Lekin ularning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Agar siz 1995 yilda bir zavodda ishlagan bo'lsangiz, bugun u zavod yo'q bo'lsa ham, bu sizning stajingiz yo'q degani emas. Siz tuman yoki shahar arxiviga, korxonaning huquqiy vorisiga, tegishli vazirlik yoki idoraga so'rov yuborishingiz mumkin. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi odamga 7 yil stajni qaytarib beradi. Bu esa pensiya miqdorida juda katta farq qiladi. 4-nozik masala sud orqali isbotlash. Agar hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, ayrim holatlarda odam ishlagan faktini sud orqali aniqlatishga urinishi mumkin. Lekin bu oson yo'l emas. Guvohlar, qo'shimcha dalillar, eski maosh ro'yxatlari, kasaba uyushmasi hujjatlari, buyruqlardan ko'chirmalar, diplomdan keyingi yo'llanmalar, harbiy xizmat hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Sud hamma aytyapti, demak ishlagan deb avtomatik qabul qilmaydi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l sudgacha bo'lgan hujjatlarni maksimal darajada yig'ishtir. 5-nozik masala ish beruvchining javobgarligi. Agar siz bugun ishlayotgan bo'lsangiz, albatta tekshiring. Siz bilan mehnat shartnomasi tuzilganmi? Buyruq chiqarilganmi? Elektron tizimga kiritilganmi? Maoshingiz rasmiy ko'rsatilganmi? Keyin rasmiylashtiramiz. Hozircha sinov muddati, soliq ko'payib ketadi. Sizga naqd ko'proq beramiz degan gaplar ertaga sizning pensiyangizga zarba bo'lishi mumkin. Bugun 500 ming so'm ko'proq olaman deb, kelajakda har oy 20 million so'm kam pensiya olish xavfi paydo bo'lishi mumkin.
Oltinchi nozik masala. Qonun matnini mish-mishdan ajratish. Men tomoshabinlarga doim aytaman. Telegramdagi sarlavha qonun emas, blogerning vahimali videosi rasmiy hujjat emas, qo'shnining gapi qaror emas. 9,5 sonli qonun haqida gap ketganda ham rasmiy manbani ko'rish, qonun kuchga kirgan sanani bilish, o'tish davri bormi yo'qmi, kimlarga tatbiq etilishi, avvalgi huquqlar saqlanadimi? Alohida toifadagi fuqarolar uchun imtiyozlar bormi? Shularni tekshirish kerak. Chunki pensiya masalasida bitta so'z ham katta farq qiladi. 7-chi nozik masala nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotganlik va imtiyozli pensiyalar. Hamma pensiya bir xil emas. Ba'zi kasblar zararli yoki og'ir sharoitli bo'lishi mumkin. Ayrim toifalar oldinroq pensiyaga chiqishi mumkin. Nogironlik holatida alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bularning hammasi hujjat talab qiladi. Zararli ish sharoitida ishlagan odamda faqat lavozim nomi emas, ish joyining ro'yxatga muvofiqligi, attestatsiya, buyruqlar, ma'lumotnomalar bo'lishi kerak. Aks holda odam men og'ir joyda ishlaganman deydi, tizim esa hujjat qani deb so'raydi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni mutaxassis sifatida aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni tekshiring. Agar sizda elektron xizmatlardan foydalanish imkoniyati bo'lsa, shaxsiy kabinetingiz orqali mehnat faoliyatingiz, rasmiy ish joylaringiz, to'lovlar va staj bo'yicha ma'lumotlarni ko'ring. Agar internetdan foydalanishga qiynalsangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga boring. Maqsad bitta. Davlat bazasida siz haqingizda nima ko'rinayotganini oldindan bilish. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tartibga keltiring. Undagi barcha yozuvlarni tekshiring. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, tashkilotnoma, muhr, imzo, lavozim nomi to'liq bo'lishi kerak. Agar xato topsangiz, hozirgi yoki sobiq ish beruvchi bilan bog'laning. Korxona ishlayotgan bo'lsa, tuzatish kiritish yoki tasdiqlovchi ma'lumotnoma olish ancha oson. Korxona yopilgandan keyin bu ish 1000 marta qiyinlashadi. Uchinchi qadam, arxiv hujjatlarini yig'ing. Eski ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qaysi yillarda, qayerda, qanday lavozimda ishlagansiz yozib chiqing. Keyin har bir ish joyi bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. So'rovda familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, ishlagan yillar, korxona nomi, lavozim va iloji bo'lsa bo'lim nomini yozing. Qancha aniq yozsangiz, hujjat topish shuncha oson bo'ladi. 4-qadam, daromadingiz rasmiyligini tekshiring. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan oylik hisob-kitob varaqasini so'rang. Bank kartangizga tushayotgan pul bilan hujjatdagi maosh keladimi ko'ring. Agar sizga 5 million berilsa, lekin rasmiy maosh 2 million deb ko'rsatilsa, bu sizning kelajak pensiyangiz uchun xavfli. Ish beruvchi bilan gaplashing. Albatta odam ishidan ayrilib qolishdan qo'rqadi. Buni tushunaman. Lekin hech bo'lmasa vaziyatni bilib qo'ying va kelajak qaroringizni ongli qabul qiling. 5-qadam, norasmiy faoliyatni rasmiylashtirish yo'lini ko'rib chiqing. Agar siz taksichi, usta, repetitor, sartarosh, sotuvchi, hunarmand yoki frilanser bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilish. Yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa qonuniy shakllar sizga mos keladimi? O'rganing. Bu faqat soliq uchun emas, kelajakdagi ijtimoiy himoya uchun ham kerak. Bugun faoliyatni rasmiylashtirish zerikarli tuyulishi mumkin. Lekin ertaga pensiya yoshida bu sizga tayanch bo'ladi. 6-qadam, chet elda ishlagan bo'lsangiz, hujjatlarni hozirdan yig'ing. Mehnat shartnomasi, ish beruvchidan ma'lumotnoma, sug'urta to'lovlari bo'yicha hujjat, ish haqi haqida ma'lumot, yashash va ishlash ruxsatnomalari, tarjima va notarial tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Eng yomoni, odam 10 yil chet elda ishlab qaytadi. Keyin sobiq ish beruvchini topolmaydi, hujjatlarni yo'qotadi. Telefon raqamlari o'zgargan bo'ladi. Shuning uchun chet eldan qaytmasdan turib ham hujjatlarni rasmiy oling. 7-qadam, pensiyaga chiqishga 5 yil qolganda emas, undan oldin tayyorlaning. Men odamlarga shunday deyman. Pensiya hujjatlari to'y hujjati emas, bir haftada yig'ib bo'lmaydi. Ba'zan bitta ma'lumotnoma 2 oyda keladi. Ba'zan arxiv javobi 30 kun kuttiradi. Ba'zan xatoni tuzatish uchun eski buyruq kerak bo'ladi. Agar siz 25 yoshda bo'lsangiz, hozirdan boshlang. Agar 45 yoshda bo'lsangiz ham tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. 8-qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga, arxivga yoki
ish beruvchiga murojaat qilganda yozma ariza qoldiring. Arizada aniq yozing. Mening falon yillardagi ish tajribamni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Yoki elektron bazada ko'rinmayotgan ish davrimni aniqlashtirishda yordam berishingizni so'rayman. Arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Bu keyin sizga dalil bo'ladi. 9-qadam hujjatlarning nusxasini saqlang. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki familiya o'zgarganligi haqidagi hujjat, ish joyidan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, sud qarorlari, mehnat shartnomalari, oylik ma'lumotlari bitta papkada tursin. Elektron nusxasini ham telefon yoki bulutli xotirada saqlang. Hujjat yo'qolsa, uni tiklash ko'p vaqt oladi. 10-qadam shubhali vaziyatda mutaxassisga murojaat qiling. Agar sizda staj yetmayotgan bo'lsa, arxiv topilmasa, ish beruvchi hujjat bermasa, familiya o'zgargan bo'lsa, chet eldagi illar bor bo'lsa, mustaqil yurist yoki pensiya masalalarini biladigan mutaxassis bilan maslahat qiling. Ba'zan bitta to'g'ri ariza odamga illarni qaytaradi. Ba'zan esa odam noto'g'ri yo'lga kirib, oylar davomida vaqt yo'qotadi. Demak, To'qqizinchi mehnat sonli qonun atrofidagi eng muhim xulosa shuki, gap faqat vahima qilishda emas, hujjatlarni tartibga keltirishda. Pensiyasiz qolish xavfi ko'proq, rasmiy staji yo'q, maoshi yashirilgan, chet eldagi ishlari hujjatsiz, mehnat daftarchasida xatolari bor, arxiv ma'lumotlarini yig'magan odamlarga tegishli. Rasmiy ishlagan, to'lovlari ko'ringan. Hujjatlar joyida bo'lgan odam esa ancha himoyalangan bo'ladi. Men sizga mutaxassis sifatida maslahat beraman. Bugun kechiktirmang. Mehnat tarixingizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing. Ish beruvchidan rasmiylikni talab qiling, arxivga vaqtida murojaat qiling. Pensiya bu faqat keksalikdagi pul emas. Bu sizning butun umr mehnatingizning huquqiy natijasidir. Agar sizda ham stajim yetadimi? Chet eldagi yillarim qo'shiladimi? Mehnat daftarchamda xato bor. Nima qilaman? degan savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchraydigan holatlar bo'yicha alohida tushuntirishlar tayyorlayman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, ishdagi hamkasblaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga pensiya eshigi oldida sarson bo'lib qolmaydi.